kirib kelishdi. 3 xonalik 70 kvadratli uyimiz Qo'lda umumiy sanuzel. Yangi kir mashina qo'yilgan avtomat 6 kilolik yap-yangi. Gilamlar to'liq yangi, aboylar ham yangi. Remontdan keyin hech kim hali yasamagan. Qandillar o'rnatilgan. Bu yoqda bolalar yotoqxonasi. Pardalar ham yangi tikilgan. To'g'ri bog'imiz ko'rinadi. Ko'cha. Bu yoqda kattalar yotoqxonasi. Bu yoqda ham pardalar tikilgan. Bu yoqda balkonimiz. Bu yoqda yangi birinchi rodon ko'rinadi. Bu yoqda oshxonamiz. Bu yoqda xolodilnik yangi qo'yilgan. Hozir